Bilasizlar, men bu avtomobil Mini Cooper trendga chiqib ketgan. Hozir Xudoga shukr, baraka bo'ldi, sotildi. Xorazmlik akaga sotildi, lekin Xorazmlik brat o'zi kelmadi. O'rtog'iga iltimos qilib, ukamiz Ramziddin bizga kelib, ko'rib mashinani tekshirib, hozir оформление qilib mashinani olib ketmoqchi. Ramziddin bir ikkita gap bizga gapiring. Assalomu alaykum. Albatta bizni Xorazmlik o'rtog'im bu mashinani to'g'risi yoshligidan orzu qilgan, o'zi niyat qilib kelgan. Ko'rgan ekan Dubay avtosalonini. Bugun o'zi kela olmaganligi sababli men Toshkentdaligim uchun ko'rib, haydab, tekshirib mashinani o'zim Xudo xolasa aka bilan 11200 ga kelishdik. Xudo xolasa mashina ertaga Xorazmda o'rtog'imnikida bo'ladi. Dubay avtosalon ishlariga omad. Sizlar ham xuddi shunaqa o'rtog'inglarga yo orzusini amalga oshirishga qanaqadir o'zinglarning hissinglarni qo'shsanglar, baribir boshqacha his qilasizlar. Bu mashinani chunki rostdan ham o'rtog'im yoshligidan orzu qilib, va nihoyat bilan orzusiga erishdi. Telefonda aytdi bizga, aka, yoshligimdan orzu qilyapman, gap yo'q dedim. Puliga ham rasa talashdilar-da. Lekin pulimdan kelganda men yana otib berardim. Prosta foyda qilmasdim bo'lmasam. To'g'risi, rozi bo'linglar. Bizdan rozimisiz? Rozimiz. Addushi. Rozi bo'linglar. Dubay avtosalon eng zo'ri, Xudo xolasa kelyapsiz. Rahmat. O'zlari shu yerdalar. Rahmat.